Assalomu alaykum hammaga. Men Germaniyaga o'z talabalik vizamni qo'lga kiritdim. Germaniyaning Magdeburg shahridagi Magdeburg universitetiga International Business and Economics yo'nalishi bo'yicha bakalavr yo'nalishiga tavsiya etildim. Ismim Abduhakim, Samarqand viloyatidanman. O'zim dastlab maktabni bitirgach, O'zbekistonning davlat universitetiga grant asosida qabul qilindim. Shundan so'ng ingliz tiliga tayyorlanishga bo'lgan qiziqishim bo'lganligi sababli xalqaro IELTS imtihoniga tayyorlanishni boshladim. IELTS imtihoniga 1,5 yil tayyorlanib, undan 7 ballni qo'lga kiritdim. Bu men uchun xorijda o'qish uchun keng imkoniyatlar eshigini ochib berdi va men ancha qiziqishlardan va izlanishlardan so'ng Germaniyaga o'qishga borishni qaror qabul qildim. Dastlab may oyida Instrax jamoasi bilan shartnoma imzoladik. Dastlab Magdeburg va Halle Saale universitetini tanladim. Ularda international studentsga e'tibor kuchliligi va ta'limga bo'lgan e'tibor kuchli bo'lganligi uchun men Magdeburg shahridagi universitetni tanlashga qaror qabul qildim. Shundan so'ng 5 oy davomida men o'z vizamni qo'lga kiritdim. Bunda menga Saida va Javohir akalar keng yordam berishdi. Bu jarayonda menga eng qiyin bo'lgani bu motivatsion xat yozish va undan so'ng viza chiqish jarayonini kutish bo'ldi. Odatda kutishni unchalik yoqtirmayman va 28 kun ichida men o'z vizamni qo'lga kiritdim. Kelajakdagi rejalarim bakalavr bosqichini Germaniyada tugatgandan so'ng nasib bo'lsa o'z yurtimizga qaytib kelishlik va xalqimizga, elimizga foydasi tegadigan katta bir iqtisodchi, biznesmen sifatida faoliyatimizni O'zbekistonda davom ettirishlik niyatlarim bor. Bu juda yaxshi savol bo'ldi. Instrax jamoasi meni muvaffaqiyatimga erishishimda katta bir hissa qo'sha oldi deb aytsam mubolag'a bo'lmaydi. Do'stlarimga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Keling, ko'ring va Instrax jamoasi bilan ishlang, natijaga erishing.